Bolalik chog'imda mahallaning eng sho'x bolalaridan bittasi bo'lganman. Aytadi-yu, xalqimizda shunaqa naql bor, yerga ursa osmonga sapchiydigan. Xuddi shunaqa bolalarda bittasi men bo'lganman. Hali u daraxtda, hali bu tomda shunaqa yuradigan sho'x shodon bola bo'lganman. Lekin beg'ubor bolalikda juda ham shodon yurib, o'ynab kulib yurgan vaqtlarimiz bo'lgan. Shunaqa bola bo'lganman. Avvaldan biz sog'lom bola bo'lib, o'yin-qaroq, ko'chalarda changitib o'ynab yurgan, bir Farg'ona viloyatining chekka qishloqlaridan bir Shomirzada ko'chalarini changitib yurgan bola bo'lganman. Hayot tasodiflarga boy. Bunday tasodiflar meni ham chetlab o'tmadi. 2007-yil 2-avgust bu meni xotiramda hech qachon o'chmaydigan sana bo'lib qolgan. Ayni 7 yoshga birinchi qadamni qo'ygan kunim, 28-iyun kuni tavallud kunim bo'lsa, oradan dadam menga velosiped sovg'a qilganlar va o'sha velosiped bilan oradan kunlar o'tib shu avtohalokatga uchraganman. Halokat sababli o'ng oyog'imni tizzadan pastdan amputatsiya qilingan. Endi ayni 7 yasharlik bola uchun juda ham og'ir yo'qotish bo'lgan. Murakkab savol bo'lgan. Uydalarimga beradigan savolim, "Meni oyog'im qayerda?" Shu savol juda ham biz oilamizda juda ham og'riqli savol bo'lib qolgan. Bu savolga javob doktorlarning ustaligi bilan berilgan javob, oyog'ing turibdi, biz uni davolayapmiz. Maxsus kapsulada uni davolayapmiz. Yaxshi bo'lgandan keyin yana qaytarib joyiga qo'yamiz. Agar oyog'ing majaqlanib ketdi, bo'ldi, oyog'ing yo'q endi bundan buyog'iga deganda men juda ham tubsizlikka tushib ketib qolgan bo'lardim. Doktorlar, o'sha meni birinchi davolagan doktor Hison Rustamovich doim xonamizga tabassum bilan kirib kelib, oyog'ingizni davolayapmiz deb aytishardi. Bu menga 7 yashar yorqin uchun ertangi kuniga umid bag'ishlab turadigan bir lahza bo'lgan. Oyog'imni yo'qotganimdan keyin 4 oy mobaynida shifoxonada davolandim. Oyoqdagi o'sha yaralar bitgandan so'ng men uchun katta imtihon bo'lgan. Mahallamga qaytyapmiz. Endi men do'stlarim qanday qarshi oladi, yaqinlarim qanday qarshi oladi, ukam bor, opam bor, ular qanday ko'rar ekan meni bu holatda. Shu narsalar juda ham ko'p o'ylantirardi. Aslida hammasi ijobiy bo'ldi. Ayni kuzdan qishga kirish vaqti hamma do'stlarim meni kutib olgan, men bilan birga yonma-yon. Eng qizig'i, hech kim mendan oyog'ing qani degan savolni bermagan. Chunki bu savolga men qanday javob beraman, qanday tushuntiraman deb o'ylardim. Sog'ayish, yaxshi hayot haqida, birga maktabga borish haqida gapirishardi. Bobom Qurbonov Odiljon ertangi kelajakka, kasbga yo'naltirish bo'yicha o'zlarining fikrlarini aytardilar. Men o'ylaymanki, oilam meni nihoyatda har tomonlama qo'llab-quvvatlab, yo'qotilgan oyog'imni so'zlari bilan tiklab berishganda. Ayni maqsadim kelajakda men xirurg bo'lishni niyat qilganman. Negaki, o'sha 2017-yilda meni mehribonlik bilan, do'stlik bilan davolagan shifokorimga havas qilganman. Kimyo biologiya fanlarini chuqurlashtirib, kuchliroq o'rganishga harakat qilganman. Kuchaytirilgan ta'limga o'qiganman 4 yil mobaynida. Hayotim shunaqa lahza bo'ldi. 9-sinfni bitiradigan vaqtimda men uchun bobom izlab maxsus Respublika kasb-hunar kollejini topganlar. Insonlar uchun moslashtirilgan kollejda o'qishni boshlaganman va o'sha yerda ma'lum bir sabablar bo'lgan, rektoriga chiqib kelishga o'qishda ichki intizom, tartib qoidalari to'g'ri kelmay qolgan. Ta'limga juda ham qiyin bo'lib qoldi o'sha vaqtda. Men o'zim oyog'im yo'q bo'lsa ham protez kiyganimdan keyin men oyog'im deb qabul qilganman. To'laqonli ko'proq cheklangan insonlarga yordam berish fikri kelib qoldi o'sha yerda. Ularga yordam berdim, o'zimdagi imkoniyatlarimdan kelib chiqib. Va shu borada paralimpiya sport haqida ham bildim. Ular bemalol chiqib kelishyapti, qayoqqa boryapsizlar? Shunaqa sportga. Men ham borsam bo'ladimi? Bo'ladi. Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi. O'sha yerda birinchi trenerim Yakubov Yahyobek bilan ko'rishdik. Shu sohada menda ko'proq imkoniyat borligini sezdilar. Men o'sha qishloqda o'sganman. Mol qo'y deganda shu narsalarni boqib yurgan vaqtimda har xil cho'paklarni, toshlarni uzoqqa uloqtirib, menda o'zi tabiatan uloqtirish shakllanib qolgan ekan. 2016-yil paralimpiya sportini parayengil atletika yo'nalishi nayza uloqtirish turida shug'ullanishni boshladim. Boshida o'ylardim, ko'pchilik sport desa, sportda haqiqatda juda ham qiyin, og'ir mehnatlari bo'ladi. Ularda yengib o'tishing kerak deb aytishgan yaqinlarim. 16 yashar yorqin uchun bu sport juda ham bir imkoniyat edi. Ushbu shijoat meni ichimdagi og'riqlarni yoki o'sha sport orqali, yuklamalar orqali olingan og'riqlarni menga sezdirmagan. Meni sportda qolishimga sababchi bo'lgan medalim bor. Bu Farg'ona viloyatida viloyat chempionati bo'lib o'tgan. Ushbu chempionatda o'zim kabi oyog'i yo'q bolalar bilan birga qatnashganmiz. 3-o'rin bo'lib qo'yganman. Meni imkoniyatlarim ko'p edi-yu deb murabbiyni rosa ham qattiq murabbiyga aytgan savol berganman. Keyin murabbiyim savolimga javoban, shularni yutishni xohlaysan, ha, yutishni xohlayman.
bo'lmasam birga shug'ullanishda davom ettiramiz dedilar va o'sha kundan ichimda shu men g'olib bo'lishim kerak degan bir fikr paydo bo'ldi va birinchi xalqaro musobaqada 3 ta yo'nalish bo'yicha 3 ta oltin medalni qo'lga kiritganman. Parij 2024 Paralimpiya o'yinlarida qatnashish chog'idagi o'sha siz aytgan holat jismoniy tomonlama juda ham yuqori darajaga chiqqanimni bilardim. Natijalarim ham yomon emas edi. Hamma tomonlama yaxshiman, faqat buni ijro qilib olish kerak-da to'laqonli. Odamga bitta narsa ichingizda turar ekan, shu insonlarni oldida sharmanda qilmagin degan jumla. Shuncha juda ko'p insonlar menga ishonch bilan qarab turibdi. Qilgan mehnatimga va ko'p insonlarga yordami teggan. Ushbularda yordamiga javoban men mana shu yerda g'olib bo'lishim kerak degan bir holat bo'lgan. Mo'jiza ro'y berib, haqiqatda hech qachon takrorlamagan natijamni birinchi marotaba o'sha yerda 50 metr 100 dan 6 santimetr uloqtirdim. Ushbu natija Paralimpiya o'yinlarini oltin medaliga da'vogarlik qilish uchun kifoya qildi. Paralimpiya sporti juda ko'plab xulosalarga boy bo'ldi men uchun. Imkoniyati cheklangan inson aslida imkoniyati cheklangan emas. Bor imkoniyatlari bo'la turib, imkoniyatlardan foydalanmagan insonlar imkoniyati cheklangan insonlar deyish mumkin ekan. Cheksizlik bu degani yakuni yo'q. Ushbu yashayotgan hayotimiz albatta bir kun kelib poyoniga yetadi. Lekin ushbu yashab o'tayotgan davrimizda chegarasiz insonlardek, chegarasizlar kabi harakat qilishimiz kerak. Qandaydir chegarani belgilab qo'ymaslik kerak ekan. Bo'lmasa-chi, mendan oldin ham qilishmagan-ku. Ana shular chegara bo'ladi. O'sha chegarani yengib o'tsa, chegaralarni olib tashlasa, maqsadiga albatta yetar ekan. Ushbu jumlamga o'zimni sportdagi erishgan natijalarim misol bo'ladi. Maqsadim 2028-yilga bo'lib o'tadigan Los Angeles Paralimpiyada o'yinlarida Paralimpiya o'yinlari rekordini yangilab, 2 karra Paralimpiya o'yinlari chempioni degan nomga da'vogarlik qilish.